Balki bilmassiz, lekin Jumong seriali orqasida juda katta sirlar va tarixiy faktlar yashiringan. Obuna bo'lib ulgurgan bo'lsangiz, men boshlayman. Serialni suratga olish uchun birgina dekoratsiyaga $200 million sarflanganini bilasizmi? Bu Koreya tarixidagi eng qimmat seriallardan biri bo'lgan. Jumong obrazi tarixiy shaxs, Koreya imperiyasining asoschisi. Lekin serialdagi ko'plab voqealar dramatik effekt uchun o'zgartirilgan. Aslida Jumongning haqiqiy ismi Dong Myon-song bo'lgan. Jumong so'zi bo'lsa koreys tilida kamondan mohir otuvchi degan ma'noni beradi. Serialda ham bunga bir necha belgilar qoldirilgan. Serial o'z davrida faqat Koreyada emas, balki O'zbekistonda ham rekord darajada mashhur bo'lgan. Hatto ko'plab odamlar koreys tilini o'rganishga qiziqa boshlagan. Eng qiziq joyi, Jumong rolini o'ynagan aktyor Son Il-guk asl hayotda ham Koreya tarixidagi buyuk shaxsning avlodidan hisoblanadi. Demak, biz ko'rgan oddiy serial aslida butun boshli tarixiy merosning sahna ko'rinishi bo'lgan xolos. Shunday bo'lsa-da, u hali ham yuraklarda o'chmas iz qoldirgan. Sizningcha Jumong tarixiy haqiqatga yaqinmi yoki ko'proq afsonami? Kommentariyada yozib qoldiring.